Ramazandagi fazilatli vaqtlar. Ahmad rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom ro'za bilan Qur'oni Karim qiyomat kuni mu'min kishiga shafoatchi bo'ladi. Ro'za deydi: "Ey Rabbim, men uni yeyishdan, ichishdan va jinsiy havasdan man'iy qildim. Meni uningga shafoat qildirgin." Qur'oni Karim deydi: "Men uni tatliq uyqusidan mahrum qildim. Meni uningga shafoat qildirgin." Shunday qilib, ro'za bilan Qur'oni Karim mu'min kishiga shafoat qiladi. Qur'oni Karim o'qish, ibodatlarni vaqtida o'rinlash va diniy bilimlarni o'rganish hamma vaqtda talab qilinadigan muhim amaldir. Ammo Ramazan oyida bu amallarni texmi ko'p, texmi to'liq o'rinlash alohida jiddiy talab qilinadi. Chunki Ramazan oyi oxiratlik uchun mo'l hosilning paytidir.